Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, suyimsiz? Hozir buni oyoq qatiriligi yo'q. Yerdan 12 sentda baland bo'ladi. Novcha oyoq qo'yiladi. Hali aytganim mana ichi haqiqiy sandiq, og'ir narsa qo'ysa ham bo'laveradi. Laminatni o'zim qilganman. Burchaklari ham bemalol narsa qo'yib foydalansa bo'laveradi. Material mo'yishi material, hech narsa qilmaydi, zo'r material. Qani? Xo'p, mana o'sha holat bo'lsa, mana shu oyoqdan qo'yiladi. Bu yerdan 12 sent balandlikda bo'ladi. Tagiga shvabra yo filsos bemalol kiraveradi. Keyin shu rangda nimasi ham bor. Hozirgi siz tashlagan divanda shu rangdagisidan ham bor. Hozirga tayyori. Bunimizning razmeri 220 ga 160 lik razmerda hozir. Uzun tarafi hozir salqinda avtoda bo'lib turib yaxshi ko'rinmayapti rangi. Juda ham chiroyli svetdi.